Assalomu alaykum aziz kanal a'zolari. Mana hozir yana lesa ishlab chiqarishni davom ettiryapmiz. Hozirda 1.70lik o'sha balandligi lesalarimiz hozir chiqishni boshladi. Hamligi toza 1.70niki, ichiga garantiya beramiz. Shuni mahsulotimiz 650 mingdan chiqdi. Tayyor bo'lishi. Ko'rsangiz mana tepalari ham qimirlaydi. Garantiyalar narsalar qo'yilgan, zakaz berishlari mumkin. Bu hozir yarim tayyor holati. Xudo xolasa kraskasi bilan 650 beryapmiz, bez kraska 630 qilib beraveramiz. Qolgan nimalarimiz ham xuddi shunday. Masalan, mana shu 4 ta pog'onali 1.70 tenkamiz bor. Bez kraska ham sotaveramiz. O'zi odatda 700 ming 690 ming berdik. Endi buni kraskasiz holatda ham beraveramiz. Ma'qul kelsa 660 mingdan qilib beraveramiz kraskasiz. Ya'ni bexijolat. Buni ham olishlari mumkin. Kraskasi bilan desalaring 680 dan beraveramiz. Bo'ladigan narxlarni aytyapman. Sababini sezon kirib kelyapti. Aksiya e'lon qildik. 10 so'm 20 so'm o'tib beryapmiz. 700 minglik nesalarimizni 680 qilib beryapmiz. Toza garantiyasi bilan ichida. Telefon raqamlarimiz 90lik 533 56 53. Jaypan O'zbekiston tumanida joylashgan Qo'qon shahridan 20 km. Zakaz berishlari mumkin. Endi 3 ta pog'onali lesamiz ham bor. Bular o'zi kishi 680, lekin 660 tadan qilib beraveramiz. Kraskasiz holatda 660 mingdan beramiz. 2 metrli 3 ta pog'onali. 1.70 garantiyasi bilan beramiz bunga. Umuman olganda klientlarimiz hammasiga mahsulotlar o'sha nima deydi, uzoq ishlaydigan bo'lishi kerak, talabga javob berishi kerak, uzoq muddat ishlash kerak, arendatorlarga nisbatan aytilyapti bu gaplar. Rahmat, sog' bo'ling.